Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Bugungi sanamiz 30-noyabr 2025-yil. Biz pomidor ko'chatlarini ekkanimizga ham rosa 22 kun bo'libdi. 8-noyabr kuni ekilgan. Mana ko'chatlarimizning holati. Shu ekkanimizdan beri biron marta suvlaganimiz yo'q. Shu quyilgan suv bo'yicha turibdi. Mana shu holatga kelishim barglarini chiqarib, tobora katalashmoqda. Shu namini ketkazish maqsadida mana shu yonbosh va orqa taraf klinkalarni ko'tarib shamollatgandim. Nami ham o'ziga yarasha ketdi-yu, baribir hali ham bor. Ko'chatlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'chatlarimiz shu shamollaganning hisobiga qalinlashgan tanasi. Shamolning foydasi shu qalinlashar ekan. Mana shu joylar 3/1 biyagamiz bo'lganda 30%, stakanda 30% biyagamiz. Bu tarafi esa esingizda bo'lsa, mana shu 4 qo'ltog'ini 50% biyagamiz bo'lgandi. Bu tezroq qurib qoldi. Bu tarafga nisbatan kecha bir suv quyib chiqqandim. 50 qilib stakan qilaversam bo'lar ekan, 50%ni biyagamiz qilib degan xulosaga keldim. Bunda tezroq dorilarni berib, oziqalarni berib olasizda. Mana bu savatchadan 39 ta ekkandik. 35 ta ko'kardi. Bir suv quyib, shuni ham bittasini o'ldirib qo'ydik. Agar o'lmagan bo'lsa yana turib ketadi. Mana shu ekayotgan vaqtimizda stakanlarning orasiga urug' tushib ketgandi. Shular ham ko'karib chiqibdi. Kecha stakanlarga olib o'tkazib qo'ydim. Pikirovkada endi 22 kun deganda ko'chatlarimiz holati mana shu holatga keldi. Buni o'z vaqtida ochib yovish kerak ekan. Ochib yovishga katta e'tibor qaratish kerak. Shu orada teplitsamizga pashxanalarni tutib oldik. Ana shu holatda o'rtasi ochiladi. Kunni issiq kunida shamollatish maqsadida mana shu ochiladi. Mana shunday tutilgan. Nima deysizlar? 22 kun uchun ko'chatlar natijasi yaxshimi yoki maydami hali? O'zi pomidor ko'chat necha kunda tayyor bo'lar ekan?